Biz hozir Xargosda yangi qurilgan skladga keldik. Taxminan 2 yil bo'lgan, yil keyingi. Hop. Bizdagi sklad 16.000 kvadrat, ya'ni hozir biz tegishli bo'lgani, bizning odamlarga tegishli bo'lgani 16.000 kvadrat. O'zi juda katta, bilmayman, qarang. Juda katta. Keng dala bo'lyapti. Hozir mana bu yerda ishini Samarqandga Qadoshovalarga shunaqalarni yuklashyapti. Mana bunaqa narsalar yuklayapti. Bu Samarqandga ketadi. Samarqandga ketadi. Hop. Bu yerda ham xuddi shunaqa narsalar. Mana. E'tibor bergan bo'lsalar, tekis qilib har bitta mijozni yukini o'ziniki shunda taxlab qo'yilgan. Tekis qilib. Чтобы aralashib ketmaslik uchun. Hop, endi bu yerda pasudalar bor. Pasudani ham mana ko'rayotgan bo'lsanglar, paletda kelgani sababli mana shunaqa tekis turibdi, tovarni vidini yo'qotgan. Mana paletda kelgan. Bularni ham bugun yuklab chiqariladi. Bular Toshkentga ketyapti. Ha, mana bunaqa paletda kelsa, shuning uchun mijozlarimizga aytamiz, paletda yuklansa juda tovarni vidi yo'qolmay, shikast etmay keladi. Ko'p endi to'g'ri kubdan yutqizishimiz mumkin. Necha kub ham yutqizardik, to'g'ri 5 kubmi, lekin tovarning vidi umuman yo'qolmaydi. Hop. Bu yerda kameralar bor, kameralarga dostuplar bor hammasi. Mana bu yerda ham chinni hammasi. Bu Toshkentga ketyapti. Ha, mana ko'rsanglar, keng bayon dala bo'lyapti. Endi burada grushchiklar mana ishlashyapti. Bu yerda hozir grushchiklar nima ish qilyapti desak, 150 kub yuk olib keldinglar. Bu yoqqacha bu yoqqa olib kelib oldik. Vaholanki sig'maydi. Misol uchun 20 kub, 10 kub qolib ketadi. Shu yuklarni mijozlarimiz mana bu modellari qolsin desa, hozir bu yerda grushchiklar shu ish bilan shug'ullanyapti. Ya'ni o'sha modellarini topib, ajratib qo'yishyapti. Ajratilgan yuklar mana bu yoqqa shuni ajratib qo'yapti va ismini yozib qo'yiladi. Чтобы boshqa yuklar kelsa, aralashib ketmasligi uchun. Bu sklad Xargosdan, o'sha ya'ni chegaradan taxminan 11 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu skladdan faqatgina mana shunaqa chinni yoki lustra agar yuklanish kerak bo'lsa, shu yerdan yuklanadi. Nimaga deyilsa, bu yerda bizda 140, 145, ba'zida 150 kubli furalar ham chiqib turadi. Shuning uchun основной bu yerda где-то taxminan 120, 125, ya'ni 120 dan 130 gacha yuklarni yuklay olasizlar. Chunki bu yerda 150 kubli furalarni ham topib yuklab yubora olamiz. Ko'zim tushib qoldi. Bu yoqqa Toshkentga ketayotgan yana bir yuklar bor edi. Mana o'yinchoq mashinalar. Mana bular ham bugun yuklanadi. Mana bugun yuklanadi. Naqd guvanjoni o'zidan kelgan. Bular kelganiga taxminan kechiga 1,5 kun bo'ldi. Bugun yuklab chiqib ketiladi. 2 kunda, 2 kun turibdi. Fura kiradi, keyin chiqib ketadi. Xudo xolasa. Endi guruch kurmaysiz bo'lmaydi deganda ham bunaqa albatta singan narsalar yo'q. Ularni bu yoqqa olib qo'yamiz. Singan agar kelsa, bizning aybimiz bilan bo'ladigan bo'lsa, albatta uni to'lab beramiz. Muammo yo'q. Sizlar qanaqa aytsanglar, o'sha bo'yicha yuklanadi. O'zi aslida bizda plan qilinadi. Masalan, lustra bo'lsa, og'ir lustralarni tagiga, yengillarni ustiga qilib yuklab plan qilib beramiz. O'sha planlar bo'yicha grushchilarimiz yuklab hammasini o'sha qanaqa aytgan bo'lsa, shunaqa yuklab berishadi. Hozir Xargosda qor yog'ib ketibdi. Qor yog'yapti hozir Xargosda. Hop. Endi to'rimizdan aslida Moskvaga ketadigan yuklar bo'ladi. Biz hammasi Moskvaniki. Shunaqa do'stlar. Shu reportajimizni shu yerda to'xtatamiz. U to'g'rida yana anaqa yuklar ham tayyor bo'lib turibdi. Mana hozir bu yerdan keladi. To'g'ri tayyor turibdi.
to'g'ri tayyor turibdi. To'g'ri keladi bu yoqda. Vilkalar, vilka. Toshkentga ketadi. Vilkalarni yuklab. Bu og'ir yuk bo'lgani uchun unaqa ustiga ham qo'yilmaydi. O'sha og'ir yuk bo'lgani uchun yarmigacha to'ladi. Vilkalar og'ir, bilasizlar. Ha, shu birodarlar, salomat bo'linglar.